10 mingga ko'tarib tomini yopdik, 23 mingga, 19,5 mingga, 17 mingga. Shunaqa sifralarni aytsam ko'pchilik "O, arzon yopsizlar, qanaqa qilyapsizlar, nimadan bo'lyapti, siri nimada?" deyishyapti. Buni siri me'yorida. Qaranglar-da, masalan, zinidan ko'rsatib beradigan bo'lsam, mana shu yerda me'yorida qilingan. Bir xilli aytishadi, mana 2 qator to'qi deydi, "Voy, karkas qildik" deydi. Voy, kimni puliga qo'yasiz, klient puliga. Me'yorida qilsangiz yetadi, ortig'i shart emas. Shu narsa me'yori uyni tomini yopguncha, fundamentidan boshlab me'yorini bilgan biladi. Bilmagan ortiqcha xarajatga tushiraveradi siz. Me'yorida qilsangiz hammasi, xudo xolasa, narxlari ham me'yorida chiqadi. O'zi uyga ekonom bilan plan qilganingizdan keyin unaqa ko'p ortiqcha xarajat ketish kerak emas-da. Qilayotgan uyingizni boshidan oxirigacha qilayotgan odam me'yorini bilib qilayotgan bo'lsa, hech kim aralashtirmang. Masalan, qo'ni qo'shni, qarindosh urug' yarmidan qo'shilib, sizni uyingizni battar qimmatlashtirib yuboradiganlarni qo'shtirmang demoqchiman. Salomat bo'linglar, fayzli xonadon egasi bo'linglar.